uchun 500 so'm beraman. 500 so'm. 500 so'm. Yo'q, mashina olayotgan nimaliga qiziqyapman. 1000 so'm beraman aka. Siz bilan maydalashmaymiz. Kes olmasligingiz uchun 1000 so'm beraman. Shuni ola olaylik. Yo'q, 10 so'mlik tanga chiqib qolmaydimi aka? Aka, bundan oldingi o'yinda ko'rdingizmi nima chiqqanini? 10 so'mdan keyingisini ko'rdingizmi? Yo'q, yo'q, qaramadim. Tilni uzib qo'ygan edik. Mashallah. Opamiz 1000 so'm to'lab olib ketib qoldi. Endi to'g'risini aytaman, ikkinchi shaxsida bo'ldi. Bu uchinchi shaxs bo'lyapti aka siz bilan. Ha, zo'r. 1,5 ming beraman. Olmasligingiz uchun. Yo'q, mashina olay aka. Aka 2000 beraman bo'ldi mana. Omar ko'ring. Mashina olmasligingiz uchun 2000 so'm pul beraman. Mashina ocharing aka, mana shu qiziq bo'lyapti. 3000 beraman aka. 3000 demay mashina ochingchi qani aka? Tavakkal u yoq. 5000 aka, 5000 ga ko'tardim. Oxirgisi mana, sirazi. 5000 ga ko'tardim. Mashina olmasligingiz uchun 5000 Nima so'm. qilaymi aytinglar. Qarang. Ha. Mashina olmasligingiz uchun 5000 so'mga ko'tardim aka. Yo'q, yo'q aka, mashina ocharingchi. Oxirgi sayna bo'lyapti 5000. 5000 oching. Nima chiqsa ham rozisiz? Roziman. Rozisiz aka. Ochdik-a. Oching. Ammo o'ylanib ko'ring 5000 so'm. Yo'q, yo'q, bo'ldi, mashina ochaman. Pulni ko'rsatavering mana 5000 aka. Yo'q, yo'q, yo'q. Akamiz, Qiziq, mashina ochaman men baribir. akamiz keys to'ladi. Ichida nima bo'lsa ham rozisiz aka. Pulda отказ qildingiz 5000 dan. Ulug' aka, nima qilay aka? 5000 beraymi deyapti, yo mashina olasizmi deyapti. Siz bilan biz topamiz. Bizni qo'yasiz uyga. Mashina nima bo'shna qat'iy nazar, mana shu bir tanib qolib qolish mumkin-da. Bitta qiladimi? Mana shu akamdan esdalik ekan unda. Bo'ladimi? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Farqi yo'q. 5000 dan отказ qildinglar. Mana. Keys ichidagi narsani to'ladinglar. Ukam beshini chiqardi. Bo'ldi. Nima bo'ldi aka? Mashina ochyapmiz aka. Mashina ochyapmiz aka. Nima chiqsa ham rozisiz. Rozimiz. Ya maşallah. Ichida olma qand bor. 5000 so'm отказ qilib, akamga olma qand bor. Ha, yo'q, kichikroqimiz bormi? Aka, o'yin uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, o'z fikrlarni qoldirasizlar. Buning ichidan har narsa chiqishi mumkin. Akamiz 5000 so'm отказ qildi. Sog' bo'linglar.